Yaxshimsizlar, men Almosdan bugun shu butun qo'y kebabini, paxlan kebabni butun pishirishni o'rganib chiqamiz. Filmimni saqlab olishni unutmang, yurakni, yulduzni bezib saqlab oling, inkas rayonga xo'y belgilarini, gullarni jiqroq yo'llab qo'ying, boshqalarga foydalanib qolsin. Oldi bilan paxlan tayyor qilib olgandan keyin keyinsan oldi qo'lga mushta pichoq urib tayyor qilib olamiz. Keyinidan paxlanni bir qora chaqa pak zub tayyorlab olgandan keyin jiddiy bo'lib qolsak mushbetlam asimiz bo'lmasa buni cho'qim tang'ichilaymiz. Biz ma jiddiy holatlam astuq holatda assanglarmi kichikroq paxlanlar bo'lsa intayin yaxshi chiqaverdi. Mushta jusanglar oppoq aqirdi. Endi buningga suykaydigan mushu shi tayyor qilib olamiz, ya'ni shirni tayyor qilib olamiz. Bosh piyoz, so'ng piyoz, zanjivil, samsoqlarni ushshoq holatda chanab tayyor qilib olamiz. Yaxshi mazmunlar davomli yo'llandi. Qo'llash nimasi naqsiz bo'lgan bir tal yurkingizni besib, inkas rayonga jiq gullarni yo'llab qo'ying. Qo'shmagan do'stlar qo'shib oling, yulduz belgisini besib, filmni saqlab oling. Endi buningga 5 tal tuxum chiqib tayyor qilib olamiz. Kichikroq paxlandan birisiga kengirtasha yetib oshidi. Muvafiq miqdor tuz, o'zim tangshigan nurg'a ustamlar yaxshi ko'rib ishlatayotgan kebab shirini doramdan maxsus butun qo'yninki, mushunda muvafiq miqdor selib olamiz. 30 gram vijing, 20 gram jijing. Bir oq kunjutni muvafiq miqdorda selib etgandan keyin qunaquni, bug'doy uni az miqdorda suv quyib shi yasab olamiz. Kavchoy yog'ning shini yasagan vaqtida bek suvi qilib qo'ymaymiz, quyuqroq holatda yasab olsak bo'ladi. Paxlanga tekshi sökep tonuğu assak buldu. Kilerki dersde müşkavçayani qanda pişirimiz, tonuğunun avsını qanda tenşeyimiz, qançilik toğuzumuz toluq üytip qo'ymay cho'qim yürek besip meni saqlab olinglar, qo'shmagan do'stlar qo'shib olinglar. Har xil kebablarning xushparaq tengshelgan dorisi dapenji, lag'mansayn, yurumiyan, shavkov, xogo, chomifin har qanday dori lozim bo'lib qolsa 138 99 85 98 12 degan undarni qo'shib men bilan aloqa qilishing.